Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Jasmin opa kirdi deyapti. Jasmin opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Deyapsiz, ne unaqa deyapsiz, просто men o'zim gapirmayapman-da. Yo'q, unaqa demang, yulduzini aytqasiz, men o'zim gapirmayapman. Siz bilan gaplashib turibmiz-ku, Yulduz opani tiqmang, Jasmin opa. Endi odamlar yana boshlamasin deb shu uchun indamay turibman. Siz bilan gaplashib turibmiz. Yaxshimiz, salom alaykumimiz bor. Kesinlar. Da, men ham aytdim, keling dedim. Keling. Sabrina sovg'a tayyorlab qo'ygan. Biz sizni kutyapmiz hali ham. Keldik. Zubayda opa kalaskani olib kelasizmi? Keyin men buni ham olib borsangiz mashina bilan yaqinlashardim mamtiga. Yo'q, o'qiyapman. Har bittalaringizga javob bera olmayman. Jasmin opamga rahmat deganman. O'zlari bilan ham gaplashganman, rahmat deb. Bu haqida meni sog'ligim haqida gaplashganman, xabarlashib turaman. Ko'z tegmasin, shunaqa aylanib bizga ham ko'rsating tilkani. Tamam, teacher, qilamiz. Boraman, xudo xohlasa Yulduzga salom deb, Jasmin opa. Kesinlar. Keling. Voy, kutyapmiz. Kutyapmiz anchadan beri. Hozir meni kolyaskam olib keladi, biz o'zimiz Tortlar ham olishuvdi, yeb qo'ydi o'ziga. Yaqinda yedik. Yaqinda yedik. Tug'ilgan kuningizga tort oluvdik. Narsalar oldik, rosa kutdik. Surpriz qilmoqchi edik. Keyin xafa bo'lib qoldim. Kim xafa bo'ldi? Men aytyapman, kutdim. Endi sizni tushunaman, Jasmin opa, tushunaman. Sizni mehmonlaringiz bor, shu uchun. Tug'ilgan kuningizda. Tug'ilgan kuningizda shu uchun tushunaman sizni. Hozir men kolyaskam keldi, kolyaskamga o'tirib olay. Hammaga rahmat, hammasi sog' salomat bo'lsin. Mana kolyaska. Прогулка tugadi. Siz tushmang. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Va buni ulitsada, men ko'chadaman. Ikkinchi tomoni qayerda? Mana ikkisi. Ha, bu yerda. Ha, Boraman, xudo xohlasa mehmon ko'payib ketdi. Bo'ldi, opajonim kutaman.